o'ng qanotdan oldinga boryapmiz. Ajoyib pas. Sodiqov jarima maydoniga yaqinlashyapti. Aldadi, zarba yo'lladi, himoyachilar qaytarishyapti. Yana Sodiqov qoida buzilmadimi? To'p bizda qolyapti. Jarima maydoniga uzatma gol! Yana gol uryapmiz. 2-0. Jahon chempionatida bitta taymda ikkita gol ura olayotgan terma jamoamiz. Albatta barchamiz qadrli do'stlar baxtlimiz. Bu terma jamoa bizni bu jahon chempionatida ham ajoyib tarzda mana shunday gollar bilan siylashda davom etyapti do'stlar. Musaxonov. Bu yerda Abdumo'minov. Albatta. Abdumo'minov Milliy do'ppilarda golni nishonlayapti. Qoyil. Dubl muallifiga aylanyapti Azizbek Abdumo'minov. Yarashganni qarang bu to'pini. Bu zarba ham yomon chiqmadi. To'xtatmasdan jarima maydoniga kelgan to'pni to'rga joylab qo'yapti. Yana qaytarib berildi to'p egasiga. Mana milliyligimiz mana shunday katta forum bu jahon chempionati. Mana shunday palalarda bilinadi. Qarang, to'p jarima maydonchasiga yetkazib berib, to'xtatmasdan turib zarba yo'llayapti. Azizbek Abdumo'minov mana u nimaga start tarkibda maydonda, nimaga u asosiy tarkibda, asosiy hujumchi bo'lib o'ynayapti do'stlar.